noming o'chsin dunyoda, hamon bitmas sen solgan alam. Sen tufayli ko'p xonadonda ota nomli buyuk shodlik kam. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan tarixiy g'alabani ta'minlashga ko'p millatli O'zbekiston xalqining qo'shgan hissasi beqiyosdir. Bugungi tinch va ozod, farovon hayotga erishish yo'lida fidoyi ota-bobolarimiz namoyon etgan mardlik va jasoratni el yurtimiz hech qachon unutmaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Mangu jasorat unutilmaydi. Sen qurol olding qo'lingga el uchun, shoning uchun. Mard bo'lginu umring tarixin, shonu sharaf bilan to'lg'azgin. Nomard bo'lib kunda o'lguncha, mard bo'lginu vatanda bo'lgin. Onang qilgan eng oliy orzu, jang ichida qayta tug'ilgin. Sen umidim, umrim, o'g'lonim, nafas olsam toza havosan. Ko'zlaringda sira o'chmas nur, ko'ngil yarasiga davosan. Shuning uchun yubordim seni, yovlarimni yakson qilgin deb. Qon to'ksangda, mard turib jangda, mushkulimni oson qilgin deb. Qilich bilan zaharli yovning qismatiga sen o'lim yozgin. Mard bo'lginu umring tarixin, shon-u sharaf bilan to'lg'azgin.